Alo. Ish qidirib yuribman. Qachon oylik olib, uyga qachon ro'zg'or olib kelasiz? Bolalaringiz och o'tiribdi. Bilasizmi shuni? Bugun olib boraman. Bilsa bo'lmaydi. Boshiga tushganda nagah. Aka, palto olasizlarmi? Keling. Akamlarga palto olib keting. Naqsa yangi, yaxshi palto arzonga berib yuboraman, keling. Sonra borib ofisga ishlarni hal qilib, keyin o'tiramiz maza qilib. To'g'ri aytasan. Maza qilib o'tiramiz. To'xta, baxtga turgan inson hayot ekan. Juda ko'pchilik insonga ishongan. Aynan hozir o'sha ishongan insonlari yarim yo'lda tashlab ketdi. Menimcha paltosini sotyapti. Men senga hozir pul beraman. O'sha pulni borib berib, iloji bo'lsa paltosini ham o'zida qoladigan qilib kelgan, maylimi? Bo'ldi. Hozir men boradigan bo'lsam, mendan hijolat bo'ladi. Mendan olmaydi bu narsani, mendan qabul qilmaydi. Hop, o'zing amallab kelgan. Aka, keling. Assalomu alaykum, palto sotyapman, aka. Aka qanchadan? Aka, endi bilmadim, arzon qilib berib yuboraman. O'zi yangi, aka, 1-2 marta kiyganman. Pul zarur bo'lib qoldi-da, aka, shunga sotayotgandim. $100 ga rozi bo'lasizmi aka? Aka, unga qaytim yo'q menda, aka. Aka, men roziman. Yo'q, aka, hech bo'lmasa paltani olib ketmaysizmi? Aka, hozir havo sovuq birinchidan. Ikkinchidan uydan palto bilan chiqib, paltosiz uyga kirish aka erkak kishi boshiga tushmasin. Aka, yaxshi kunlar kiyib yuring. Hech bo'lmasa buni qayerga olib borib berishimni aytib keting. Aka, hech yerga olib borib berishingiz shart emas. Yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan qaytadi aka. Sog' bo'ling. Do'stdan bersa